Respublika Markaziy banki tashabbusi bilan Axborotlashtirish bosh markazi davlat unitar korxonasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun media muloqot tashkil etildi. Unda mamlakatimizda mavjud to'lov tizimlari, ularning rivojlanish bosqichlari, shuningdek, Axborotlashtirish bosh markazining vazifalari, kelgusi rejalari to'g'risida ma'lumot berildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda naqd pulsiz to'lovlar hajmi sezilarli darajada oshgan. Xususan, banklararo to'lov tizimida 2021-yilda jami to'lovlar soni 57 millionni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 76,4 millionga yetgan. Bunda bugungi kunda mamlakatimizda faoliyati yo'lga qo'yilgan banklararo to'lov tizimi, hisob-kitoblar kliring tizimi va tezkor to'lovlar tizimining hissasi katta. Muloqot davomida ushbu to'lov tizimlarining har biri haqida taqdimot orqali tushuntirish berildi. Axborotlashtirish bosh markazi tomonidan hozirgi kunda bir nechta to'lov tizimlari yaratilgan va bank tizimida xizmat ko'rsatib keladi. Bulardan birinchisi hisob-kitoblar markazi. Bu 1995-yil yaratilgan, hozirgi kungacha ishlab keladi. Ikkinchisi hisob-kitoblar kliring markazi. Bu asosan ijtimoiy to'lov tizimi bo'lib, 2013-yili yaratilgan. Hozirgi kunda bu yerda 60 ga yaqin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ulangan. Uchinchi tizimimiz bu tezkor to'lovlar tizimi. Asosiy bu tizimni qo'yganimiz maqsadi mijozlar biridan pul o'tkazayotganda 24 soat va 7 kun ichida bemalol o'tkazishini ta'minlash uchun qilingan. Bank vakillarining ma'lum qilishicha, so'nggi yillarda banklararo to'lov tizimi orqali o'tkazilgan jami mablag' hajmi sezilarli o'sib, 2021-yildagi 2785 trillion so'mdan 2024-yilda 7279 trillion so'mga oshgan. Bunda byudjet va nobyudjet to'lovlar hajmi ham ortgan. Tezkor to'lovlar tizimini rivojlantirish orqali bugungi kunda kuniga o'rtacha 140 mingdan ortiq to'lovlar amalga oshirilmoqda. Tadbirda to'lov tizimlarini takomillashtirish bo'yicha kelgusi rejalar haqida ham ma'lumot berildi. Hammalarga ma'lumki, Markaziy bank bosh maqsadlaridan biri milliy to'lov tizimlari barqarorligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Bu borada aholi va tadbirkorlik subyektlarining barcha to'lovlarini onlayn 24/7 rejimida o'tkazish uchun barcha tizimlar yaratilgan. Bugungi kunda Markaziy bank to'lov tizimlarini rivojlantirish borasida keyingi rejalarimizda xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda shu mavjud to'lov tizimlarini ya'ni o'z-o'zini baholashdan, ya'ni samotsenkadan o'tkazish maqsad qilingan. Shu yaqin 1 yil ichida shu o'z-o'zini baholash o'tkazilgandan so'ng tizimni faoliyatini yanada rivojlantirish, uni ayrim bir yo'nalishlarini yana ham zamon talablariga, xalqaro tajribaga muvofiq rivojlantirish bo'yicha ishlar belgilab olinadi. Muloqot davomida 1991-2020 yillar davomida O'zbekistonda to'lov tizimining rivojlantirish bosqichlari, to'lov tizimida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, tizimning ishlash sxemasi bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Sohaga raqamli texnologiya xizmatlarini joriy etish orqali to'lov tizimlarining xavfsizligi va shaffofligini oshirish davom etayotganligi ma'lum qilindi. Tadbir yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javob olishdi.